Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Yana bugun biz sizlar bilan o'zimiz qo'ramizdan boqilayotgan qo'ylarni video ko'rsatyapmiz. O'z fikr mulohazalaringizni kommentga yozib, like dirslatib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz esa qo'ylarimizni ko'rsatishni boshladik. Mana qo'ylarimiz o'zgarmaganligini o'zlaring kommentariyaga yozib o'tasizlar. Qo'ylarimiz 1 oy, 2 oy, 3 oydan beri boqilayotgan qo'ylar. Mana buni hisor qo'ylarni olganimizga 3 oy bo'ldi. Shekillasi yaxshi o'zgardi. Hozir bular hali ham qo'zitishda. Yaxshi o'zgardi. Endi bular yeb turgan hashaga mosh palak bilan yer yong'oq palakni qirqib drabilkadan chiqarib beryapmiz. Yeb turgan hashaga. Yemiga kelsak, yemiga makka bilan kepakni aralashtirib beryapmiz. Dona boshiga 300 grammdan yem beryapmiz bularga. Ertalab 300 gram, kechqurun 300 grammdan yem beryapmiz. Endi bizga ularda o'zgarmaganligi bilinmaydi. Har kuni ko'rib turibmiz bu qo'ylarni. Endi sizlarga bilinadi, obunachilar. O'zgargan bo'lsa, like bosib ketasizlar. Qo'ramizga kelsak, qo'ramiz uzunligi 15 metr, eniga 7 metr qurilgan, ikki tomonlama qilib. Qo'ramiz har 3 metrga bo'lingan. 9 ta qo'ra bor. Uzunligi 3 metr, eniga 240 dan qilib bo'lingan qo'ramiz. O'g'irlarimiz latok, suv latok. Tagiga shlaka blok qo'yilgan, ko'tarib qo'yilgan shu. Qo'yxonamiz tepasi hashaxona. Shunga moslab qilganmiz. Qulayliklarni qilib. Bularga 2 mahal qaraladi, ertalab kechqurun. Ertalab hashak beriladi, yem beriladi, ertalab suvariladi. Oldiga suv qo'yib qo'ymaymiz. Bundan bog'iga suv sovib qoladi. Tagi uvib ketadi. 2 mahal sug'orib, xohlasa. Bularni ham mana 1-2 oydan shunday natijaga olib kelamiz. O'zlaring bilan xohlasa kanalimizga kuzatib borsalaring videolarimizga bahoni berib, mana bu yerda yemlarimizni darozdan tortib beramiz. Makka bilan yem. Bug'doy ham berayotgandik, endi hozir bug'doyimiz tugab qoldi. Endi shunga ikkalasini berib turibmiz. Bug'doy olib kelganimizcha yeb turadi. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.